Let's go. Qani ketdik. Короче, mana bilan uchrashuvga borasizlar. Xabarlaring bor, bundan avvalgi postimda o'yin e'lon qilganman. Eng ko'p kommentariy yozgan, aktiv bo'lgan obunachim bilan bir kunimni o'tkazaman deb. Va nihoyat g'oliblarni aniqladik. Men uchrashuvga ketyapman. Uzoqdan bir yigit kelar, bu kim ekan? Kim deb bitta krasavchikka otdi, ko'chani yondirib, gulladi. Katta o'zi qizlarni ajalib oladi. Qoshlarini qaranglar buni. Menga podarkalar olib keldi. Rahmat, kattakon xursand bo'ldim. Bu esa birinchi g'olibimiz Asror. Ancha tortinchoq, uyatchan bola ekan, lekin biz Oybek bilan o'zimizga o'xshatib oldik, majburlatib gapirtirdik bizni. Hammani qorni och kelgan ekan, biz birinchi bo'lib ovqatlanishdan boshladik. Keyin esa biz bir-birimizga luk tanladik. Men bolalarga, bolalar esa menga o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Men tanlagan luk Asrorga qanchalik yarashganini kommentariyada yozib ketinglar. Kutamiz. Меня окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах летала. Ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принц. Endi esa navbat kichkintoyga. Men Oybekga o'zini stildan uzoqlashmagan holda luk tanlashga harakat qildim. Chunki aytdi, men bundan boshqa stilda kiyinmayman, menga yarashmaydi deb baqir-chaqir qilib tashladi. Shunga men bunga o'zim stilida luk tanladim. I'm flying high like a bird. Modellarga o'xshab seriozli turib berdi, eplolmayapti shu bola. Butun zararni sotuvchilarning g'olib menga luk tanlagan o'zlaricha. Va ishoninglar, men tashqotgan shunaqa ko'ldim, ichiklarim buralib qoldi bor-ku bularni tanlagan luklariga. Maylislar ham ko'ringlar. Men Tailandga dam olishga ketdim. Yaxshi qolinglar. Bye bye. Ciao. Qanchalik yarashgan. Miss Madam. Hayolimda Bella Hadidmi, yurishimni qaranglar. Nima deb o'ylaysiz, mendan model chiqadimi? Choch uchirishgina bor. Bu choch bechara shilamidayda yotib yalpib ketdi. Mana o'zimcha bir podiumdagidek his qildim o'zim. Va nihoyat biz moto uchishga ketdik. Birga o'tkazgan vaqtlarimiz juda zo'r, pozitivniy energiyaga to'la, samimiy insonlar, samimiy suhbatlar maza qildik. Nima deysizlar, bu o'yinni yana davom ettiramizmi? Aktiv obunachilar bilan ko'rishaymi?